Zubayr ibn al-Awwam payg'ambar alayhissalomni sahobiylarining ulug'laridan birlari aytadilar: "Mol va dunyoda ko'p yaxshilik bor. Mol va dunyosi bor odam savob ishlarni ko'proq qilish imkoniyatiga ega. Mol va dunyosi bor odam qavmi qarindoshiga yaxshilik qilish imkoniyatiga ega. Mol va dunyosi bor odam Alloh taolo yo'lida ko'p infoq va ihson qilish imkoniyatiga ega. Mol va dunyo odamni xulq va atvorini chiroyli qiladi. O'z navbatida mol va dunyoda yaxshi yashash, dunyoga solih amallarni qilish, dunyo ne'matlaridan foydalanish bor." Zubayr ibn Avvom payg'ambar alayhissalatu vassalomni maktablaridan ta'lim olib aytadilarki, dunyodan yuz o'girmanglar. Zohidlik tarki dunyolik yo'lni tanlamanglar. Dunyoda mo'min banda ham dunyosini ham oxiratini obod qilish, mol va davlatni dunyo va oxirat saodati uchun safarbar qilish imkoniyati bor deydilar. Abdulloh ibn Muborak radhiyallohu anhu va rahimahu aytadilar: "Raddu dirhami min ash-shubha ahabbu ilayya min an atasaddaqa bi 100,000 dirham." Bir dirham shubhadan qilgan daromadimni egasiga qaytarish men uchun 100,000 dirham nafaqa va ihson qilishdan afzal deydilar. Molimga bir dirham nojo'ya noshoyista mol kirgan bo'lsa, shuni egasiga qaytarish, shubhadan xoli bo'lish 100,000 dirham molni ihson qilishdan menga afzal deb Ibn Muborak aytadilar. Sahlut Tustari rahimahulloh nima deydilar? "Man akala al-harom asat jawarihuhu sha'a am aba alima aw lam ya'lam." Alloh panoh bersin. Halollik me'yoriga rioya qilmasa, Alloh taolo harom degan hadda chegaraga turmasa, moliga harom qo'shilsa, daromadiga harom bo'lsa, albatta gunoh qiladi deydilar. Xohlasam, xohlamasam. Uning a'zosi o'ziga bo'ysunmaydi deydilar. Albatta gunoh qiladi, albatta ma'siyat qiladi. Bilsa ham, bilmasa ham, xohlasa ham, xohlamasa ham deb aytgan ekanlar. Bu Alloh taoloning oyati Baqara surasida aytganimizdek: "Ya ayyuhallazina amanu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba va la tattabi'u khutuwatish shayton." Halol va pokizalik me'yoriga rioya qilinglar ey odamlar, shaytonning iziga ergashmang. Shayton dunyoni chiroyli qilib ko'rsatadi. Ash-shaytonu ya'idukumul faqr va ya'murukum bil fahsha. Shayton sizlarni faqirlikdan qo'rqitadi, kambag'al bo'lib qolasiz deydi va sizlarni yomonlikka undaydi. Daromad nopok bo'lsa, a'zolar ham, atrof ham, mavjudot ham sizga bo'ysunmay qo'yadi deb Sahal radhiyallohu anhu aytgan ekanlar. Mol va dunyo albatta hisob kitobi bor narsa. Mol va dunyo imkoniyatni kengaytiradi. Pul, olimlar aytganlaridek, mol va mulk hamma narsa emas, lekin odamiy zotdagi harakat imkoniyat kengligini ta'minlaydigan bir vosita. Abu Zar radhiyallohu anhu aytadilar-ki, "Zu dirhamayni ashaddu hisaban min zi dirham." Kimiki 2 dirhami bo'lsa, qiyomatda u bandaning hisobi 1 dirhamlikdan ko'proq bo'ladi. 1 dirhamlikdan ko'ra qiyinroq kechadi deb aytgan ekanlar. Hasan Basri rahimahulloh aytadilar, quyidagi so'zlarni va qasam ichardilar. So'zim shunday derdilar: "Ma a'azza ahadun ad-dirhama illa azallahulloh." Kimiki mol va dunyoga qul bo'lsa, Alloh taolo uni xalqlarga qul qilib qo'yadi deb aytardilar. Kimiki molga, dunyoga qul bo'lsa, Alloh taolo uni boshqalarga qul qilib qo'yadi. Alloh taolo uni xoru zalil qilib qo'yadi. Sahoba-i kiromlar mol va dunyo qo'llarida edi, lekin qalblarida emasdi.